Assalomu alaykum. BMW X3 20D X-Drive avtomobilimiz 2018-yil 131 ming kilometr yurgan, yoqilg'i dizel. Mashinani bitta shu chap tomonda qanotda kraska tegan joyi bor. Qolgan joyida kraska tegan joyi yo'q. Ideal holatda. Mashina vashi klass 27 million won. 18.400 dollarlarga to'g'ri keladi, adashmasam. Salon vashi ideal. Nima deyapti salon? Pokiza. Orqasidan istadi. Beskutchoy dastur. Bakoyda yondan sensor, elektronli sensor, signal parametrlari mavjud. Mashina vashi ideal holatda. Sarafonlar noma'tali yoki yana qaytarib solib qo'ygan. Chiroyli qilib ko'rsatish uchun. Mashina vashi ideal, panorama tom. Yo'q narsani o'zi yo'q, hamma narsasi bor. 360 kamera, domiga qo'yib qo'ygan, avtoxod, avtoparking. Xullas, ta'riflashga til ojiz. 131 ming kilometr 2018-yil. 27 million won, 18.400 dollar. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqib mashinani olib ketishingiz mumkin. Eksport qiladigan imkon bor. Nomerni beraman. Gaplashaverasizlar.